To'rt xona 70 ming dollar. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Xullas, manzil keladigan bo'lsa, Sergeli Stроительныйda orientir metro 12-bekatdan ozgina ichkariga kiriladi. 9 qavatli binoni 7-qavati, 95-100 kvadrat metr. Uyimiz holati yaxshi. Tak, narxiga juda ham yaxshi. Uy ichini ko'ramiz. Hamma narsasi qovatli xullas. Kirib olgan bo'lsa, bunaqa planlar juda ko'pchilik so'ragan, juda ko'pchilik yoqadi. Sabab xonalar razdельный, koridorimiz katta. Kiraverishimizda chap qo'lda bitta xonasi bo'lyapti. Eslatib o'tamiz, uyimizda tak bir 80-90% jihozlari qoladi. Bu yerda mana mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Tak, mягкий mebel, gilam, parda, lyustralarni tashlab ketishyapti. Olgan odam duo qilib qo'ysa bo'ldi xullas. Xo'p, bu mana yana bitta xonamiz, 3-xonamiz bo'lyapti. Bu yerda ham mebellari qoladi va kattalar yotoqxonasi. Uyimizdan mana shu yerda bitta stiralka bilan televizor olib chiqib ketilyapti. Xo'p, razdельный sanuzel. Bu yerimiz mana kuxnya. Kuxnyamiz katta va keng. Tashqarida bu yerda mana ingichka uzun balkonimiz bor. Xullas, uyimizning narxi 70 ming dollar. Sunnatiga ozgina kelishtirib beramiz. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar.